Hammaga salom do'stlar. Siz dasturlash darslari AI kanalidasiz. Bugun Python dasturlash tili haqida qisqacha gaplashamiz. Python o'zi nima? U qanday vazifani bajaradi va nima qiladi? Shu va shunga o'xshash narsalar haqida gaplashamiz. Python dunyodagi eng mashhur dasturlash tillaridan biri hisoblanadi. U bilan saytlar, o'yinlar, sun'iy intellekt va Telegram botlar yaratish mumkin. Pythonning afzalliklaridan biri u yangi boshlovchilar uchun juda qulay hisoblanadi. Pythonning kelib chiqish tarixiga keladigan bo'lsak, Python 1991-yilda Guide van Rossum tomonidan yaratilgan dasturlash tili hisoblanadi. U sodda va tushunarli sintaksis bilan mashhurdir. Python yana nimalar qila oladi? Sun'iy intellekt AI dasturlarini yozish, kompyuter dasturlarini yaratish, ma'lumotlarni tahlil qilishga ega. Nega Python bu darajada mashhur bo'lib ketgan? Buning sababi shundaki, o'rganish juda oson, kodlari qisqa va juda tushunarli, katta hamjamiyatga ega. Dunyoning ko'plab korporatsiya va kompaniyalari shu dasturlash tilidan foydalanishadi. Bir qiziqarli fakt bor. Python ilon nomidan emas, balki Monty Python nomli ingliz komediya ko'rsatuvidan olingandir. Agarda siz dasturlashni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi darslarda Pythonni qanday o'rnatish va ishlatish, kod yozishni o'rgatib boraman.